va yonida turgan kokosovi yog' bu sovuq ajin holatida olingan, o'rtasida turgan mikavichi. Bu inson organizmi uchun eng kerak bo'lgan ayollarni aksariyat 100%ga kollagenlaringiz bormi deb savol beraman. Mana shu kollagen Mendeleyev davriy sistemasidagi hamma element mana shu Himolay tuzida. Tuz shunchaki oddiy tuz emas. Buni siz ovqatga yoki salatlarga solib bitta solib ichib ko'ring-da, ovqatingizni ham ta'mini o'zgartirib beradi. Shunchalar mazasi ajoyib. Kashalarimiz bu tayyor. Kim ozmoqchi? Marhamat. Kim semirmoqchi? Marhamat. Ovqat bilan birga yeydigan bo'lsangiz, chiroyli qilib sizni o'zingizni yoshingizga nisbatan semirtirib beradi. Agar ozmoqchi bo'lsangiz, ovqat o'rniga yeydigan bo'lsangiz, sizni chiroyli qilib ozdirib beradi. Mana choylar. Necha xil choy desangiz, hammasidan bor. Ko'k choy, qora choy, o'rtasidagi choylarimiz bor, olon choy, limonli choy, latteli choylarimiz bor, xrizantemali choy bor, xohlagan choylarimiz bor. Bu choylar nima qiladi? Kimnidir asabi buzuq, marhamat choy. Kimnidir uyqusi yo'q, bor. Kimdir tetik bo'lmoqchi, kimdir organizmida shlaklarni tozalamoqchi, kimnidir uyqusi sifati buzilgan. Mana shu choylarni o'zingizning holatingizga qarab tanlab ichishingiz mumkin. Ichimliklar. Birinchisi turgan chapdagi bu bizda mana sirkalar deymiz, almali sirkalarni ko'pchilik iste'mol qiladi. U magazindagi oddiy alma sirkasi emas. Bu bizlar uchun hozir mana maxsus tayyorlangan 2 yillik fermentatsiya qilingan sirkalar. Birinchi sirka mana bu chap tarafda rambutan mevasidan tayyorlangan va o'ng tarafdagi sirka bu qizil guruchdan tayyorlangan. Rambutan sirkasi yuqori davleniyasi bor, qon bosimi oshib turgan va o'sha sahrlari bor insonlar uchun ham juda yaxshi. Organizmni temir modda bilan boyitib beradi. Va o'ng tarafdagisi qizil guruchdan tayyorlangan qon tomirlaridagi o'sha bilyashkalarni, xolesterinlarni tozalashga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu oddiy magazinda ichida sotiladigan sirka emas, uksus emas. Buni ta'mlari juda ham yaxshi. O'rtasidagi ichimliklar va morichina ichimligi noni bilan nimadan olingan? Garsina mevasidan olingan aloyli soqlari bu ichidagi o'sha gastritlarni tozalash uchun va karditepsdan tayyorlangan soqlarimiz bu immunitetni ko'tarish uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Men ozmoqchiman, lekin shirinlikdan tiyila olmayapman degan insonlar uchun marhamat, mana shirinliklari. Kekslari bor. Bitta keks yeysangiz ham to'q tutadi, ham immunitetingizni ko'tarib beradi, ham energiyani beradi. Jemlari bor. Buning ichida boyitilgan mikroelementlar bilan ananas va ganaderma solingan. Buni ichadigan bo'lsangiz, organizmni shunaqa chiroyli qilib, tozalab, qizdirib, shamollashlarga ham juda yaxshi. Balalarga beradigan bo'lsangiz, shunaqa parazitlarni ham yaxshi tozalab beradi. Almali soqlari, jemlari ham bor. Tabiiy shakar qamishdan olingan shakar va o'zini mana slivkalariga ham ega. Kosmetikalar. Bu shunchaki dekorativniy kosmetika emas, yuz parvarishi uchun premium klassdagi kosmetikalari. Chap tarafdagisi ko'p yillar davomida biz kutgan kosmetika yaqinda kirib keldi. Bu Jimpuri. Bu o'sha eng premium klassdagi teri holatlarini yangilab beradigan kosmetika. Aloyli seralari ham bor, shikastlangan yuzlar uchun, shunchaki yuzingizni mana quyoshdan saqlash uchun, kunlik bizning parvarishlarimiz uchun kerak bo'ladigan yuzdagi husnbuzarlar, dog'lar, so'lib qolishlar bo'ladigan bo'lsa, kosmetikalar bilan yuzingizni yaraqlatib olsangiz bo'ladi. Shunaqa ishlatganingizda o'zingizni o'zi tanimay qolasiz kosmetika. Savullari bor. Savullari ham hammasi tabiiy, teri uchun, faqat yuz emas, tana uchun ham o'sha toksinlarni tozalashga juda ham yaxshi. Masajli yog'lari bor. Masaj oladigan vaqtda yog'da ishlatsangiz ham bo'ladi yoki u joyingizda